Hurmatli o'quvchilar, quyidagi masalalarni bir ishlab ko'ramiz. Xo'p, birinchi slaydimizga qaytadigan bo'lsak, mana birinchi slaydimizda shunday savol qo'yilibdi. Sulfat kislota va nitrat kislotalardan iborat aralashmada jami 4,214 ta vodorod va 1,0234 ta kislorod atomlari bo'lsa, aralashmadagi kislotalarning mollarini toping debdi. Har bir kislotaning molini topishimiz kerak ekan. Bunday bo'lsa, hop, sulfat kislotani hamda nitrat kislotani yozib olib, ularni aralashmada birini x mol, ikkinchisini y mol turibdi deymiz. Xo'p, unda aralashmani ichidagi vodorodlar 2x hamda y bo'ladi. Va vodorodlar 4,214 10 üstü 23 ta ekan. Oldingi darslarimizda ham aytdik, har doim atomlar soni berilsa Avogadro doimiysiga bo'lamiz deb. Bunda 0,7 chiqadi. 0,7 mol nima? 0,7 mol vodorod atomlarining moli. Bu x bilan y esa sulfat kislota va nitrat kislotaning moli. Endi ularni vodorod atomlarining moliga aylantirish uchun 2 ga va y ga ko'paytirib yuborishimiz kerak. Demak, x ni 2 ga ko'paytirib yuborsak 2x vodorod plus y ni 1 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, y ning o'zi barobar bu vodorod atomlarining moli bo'ldi. U 0,7 ga teng. Xuddi shunday kislorod atomlari ham bizga berilgan ekan. Kislorod atomlari 1,0234 10 üstü 24 ta berilibdi. Uni ham 6,02 10 üstü 23 ga bo'lib tashlaydigan bo'lsak, unda 1,7 mol bu kislorod atomlari kelib chiqdi. Kislorod atomlarini 4x deb belgilaymiz. Hamda 3y deb belgilaymiz. Kislorod atomlarining moli esa 1,7 mol. Ana endi yuqoridagi birinchi tenglamani va ikkinchi tenglamani tenglamalar sistemasiga qo'yib ishlaymiz. 2x plus y teng 0,7, 4x plus 3y teng 1,7. Tepadagi tenglamani 2 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, 4x plus 2y teng 1,4. 4x lar qisqarib ketsa, 3y dan 2y barobar 1,7 dan 0,3. Agar y'imiz 0,3 bo'ladigan bo'lsa, unda 0,7 dan 0,3 ni o'tkazib ayirib tashlasak, 2ximiz 0,4 ga teng bo'lib qoladi. Y'imiz 0,3 ga teng bo'ldi. O'sha y o'rniga 0,3 ni qo'yib 0,7 dan o'tkazib ayirib tashlasak, unda 0,4 qoladi. 2x 0,4 ga teng bo'lib qoladi. Bundan esa x barobar 0,2. Demak, mana dastlabki aralashmamizning ichida x'imiz 0,2 mol bo'lgan ekan, y'imiz esa 0,3 mol bo'lgan ekan. Ya'ni sulfat kislota 0,2 mol, nitrat kislota 0,3 mol bo'lgan ekan. Bizga kislotalarning molini toping degan topshiriq qo'yilgan edi. Xo'p, siz screenshot qilib olasiz. Biz esa keyingi slaydga o'tamiz. Xo'p, ushbu masala yuqoridagi masalaga o'xshaydi va uni javobi ham mavjud. Uyda o'zingiz ishlab ko'rasiz mustaqil. Keyingi masalamiz. Sulfat va nitrat kislotalardan iborat aralashmada kislorod atomlari soni vodorod atomlari sonidan 2,667 marta ko'p bo'lsa, aralashmadagi moddalarning mol ulushini toping. Bunda ham xo'p, sulfat kislotani hamda nitrat kislotani yozib olamiz. Bunda ham xohlasak sulfat kislotaning molini x mol, nitrat kislotaning molini y mol deb belgilashimiz mumkin. Yoki bo'lmasa nisbat berilganligi uchun ularning birontasini aniq mol qo'yib olishimiz ham mumkin. Ikkala holatda ham javob o'zgarmasdan chiqadi.
Masalan, hozir yuqori sulfat kislotani molini aniq 1 mol desamda, nitrat kislotani molini y mol yoki x mol desam, unda shu aralashmaning ichidagi kislorod atomlari 1 ko'paytirilgan 4 mol aniq bo'ladi va 3 ko'paytirilgan y 3y bo'ladi. Bu kislorod atomlarining soni bo'ldi. Taqsim vodorod atomlarining soni 1 ni 2 ga ko'paytirsam 2 mol vodorod aniq bor, plus yana y mol vodorod. Barobar 2,667 kelib chiqadi. Xo'p, endi bu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, yuqori 4 plus 3y barobar 2 ni ko'paytirsak 5,333 plus 2,667y. Bundan bunu o'tkazsak 0,333y teng 1,33y teng 4. Demak, 1 molga 4 mol nisbatda bo'lgan ekan. Mana dastlabki aralashmadagi moddalarning mol ulushi kelib chiqdi. 1 ga 4, demak jami 5 mol bo'lgan. 100%. Sulfat kislotaning 1 moli necha foiz desak, x barobar 20% mol ulushga sulfat kislota, 80% mol ulushda esa nitrat kislota ekan. Xo'p, siz buni screenshot qilib olasiz va biz esa keyingi slaydga o'tamiz. Xo'p, keyingi slaydimizda xuddi shu yuqorida kabi masala berilgan, uni o'zingiz mustaqil ishlab ko'rasiz va biz navbatdagi 3-masalamizni ko'ramiz. Xo'p, 80 gram kalsiy karbonat magniy karbonatdan iborat aralashmada kalsiy karbonatning massa ulushi 30% bo'lsa, aralashmada necha dona kislorod atomi bor? Demak, kislorod kalsiy karbonatda ham, magniy sulfatda ham bor. Shularni topib ko'ramiz. Buning uchun 80 gramni 30% ko'paytiramiz 0,3 ga, barobar 24 gram kalsiy karbonat bor. Unda 80 dan 24 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 56 gram magniy sulfat bor. Endi 24 gram kalsiy karbonatning ichida kislorod va 56 gram magniy sulfatning ichida kislorodlarni sonini topib olib turib bir-biriga qo'shib qo'ysak, aralashmada jami kislorod atomlari soni kelib chiqadi. 100 gram kalsiy karbonat tarkibida 3 mol kislorod atomlari bor. 3 mol esa 6,02 ni Avogadro doimiysini 3 ga ko'paytirsak 18,06 23 ta kislorod atomlari borligi kelib chiqadi 100 gram kalsiy karbonatda. Bizda esa undan 24 gram mavjud. X barobar bunda 1,44 48 23 ta kislorod atomi kelib chiqadi. Kalsiy karbonatdagi kislorod atomlarining sonini topdik. Xuddi shunday endi 56 gram magniy sulfatdagi. Magniy sulfatning molar massasi 120 gram. Bunda 4 mol kislorod atomlari 24,08 23 ta kislorod atomlari 24,08 23 Avogadro doimiysini 4 ga ko'paytirganda kelib chiqdi. 56 gramda qancha desak, x barobar 1,124 24 ta kislorod atomlari bor ekan magniy sulfatda. Ana endi ikkalasini qo'shib qo'yadigan bo'lsak, unda 1,268 24 ta kislorod atomlari mavjud ushbu aralashmada. Xo'p, keyingi slaydda uyga mustaqil ishlash uchun berilgan va javoblari ham berilgan. Rahmat bolalar, e'tibor uchun.